Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "Vaylul likulli humazatil lumaza." Oyatning ma'nosi shuki, g'iybat qilgan har bir insonga va g'iybat qilgan vaqtda o'shani g'iybatni eshitgan insonga Alloh subhanahu va taoloning azobi bo'lsin. Ba'zi bir vaqtda insonlar bir gunohlarning ta'rifini bilmasdan yoki ta'rifini bilsa ham o'sha gunohni qanchalik azobi kuchli ekanligini bilmasdan insonning hayotidan shu gunohlar sodir bo'lib qoladi. Aziz birodar, bu g'iybat shariatimizda juda bir og'ir gunoh. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir gunohlarni Qur'onda zikr qilmagan. Lekin g'iybatga Alloh subhanahu va taolo shunchalik bir aytayapti, g'iybatning azobini. Vayl so'zini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bir sanoqli yerlarda bayon qilgan. Vaylul lil mutaffifin. Vaylul likulli humazatil lumaza. Har bir g'iybat qilgan insonga Alloh subhanahu va taoloning vayli bo'lsin. Endi vayl degan so'zni tafsiri haqida ulamolarimiz aytadi, do'zaxdagi bir vodiy deb aytadi. Do'zaxdagi bir chuqur deb aytadi. Ba'zi bir rivoyatlarda tikonli daraxt deb aytadi. Qisqasi, g'iybat qilgan insonga juda bir og'ir azoblar beriladi. Al-g'ibatu ashaddu minaz-zina. G'iybat bu zinodan ham katta gunoh. Shuning uchun har bir musulmon o'zini tilini saqlab va g'iybatdan yiroq bo'lib, g'iybatdan uzoqroq bo'lishga harakat qilishligi kerak. Endi aziz birodar, g'iybat so'zini, ya'ni g'iybatni shariatdagi ta'rifi qanday? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'iybatni ta'rif qilayotib, mana buni bayon qilgan. Al-g'ibatu, g'iybat degani zikruka akhaka bima yakrah. Siz boshqa bir birodaringiz haqida shunday bir so'zlarni so'zlaysiz, o'sha so'zlar haqida, o'sha so'zlarni ikkinchi birodaringiz eshitadigan bo'lsa, sizni yomon ko'rib qoladi, sizdan xafa bo'ladi. Ya'ni ikkinchi odam yomon ko'radigan so'zlarni aytishingiz ikkinchi odam haqida, bu g'iybat bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun har bir musulmon g'iybatdan uzoqlashib, g'iybatdan saqlanib va qaysi insonlarni g'iybat qilgan bo'lsak, imkon qadar borib, agarda borib kechirim so'ramaydigan bo'lsak, masalan, u inson vafot qilgan yoki borib so'raydigan bo'lsak, juda katta fitnalar bo'ladigan bo'lsa, unda Alloh subhanahu va taologa juda qattiq istig'for qilib, Alloh taologa tavba qilib, Alloh subhanahu va taolodan kechirim so'raylik, toki Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni o'sha g'iybat qilgan insonni gunohlarini kechirgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ushbu gunohlar va bundan boshqa gunohlardan Alloh barchamizni saqlasin.